Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun ko'pchilik katta chuguninglar bormi deb so'rashyapti. Mana katta chugunimiz bor. Bu chugunimizda 20 tali ari uchun mo'ljallangan. Mana shu tashqarisi kichikasigacha 24 sm. Uzunligi bo'lsa 1,5 metr bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin to'qilgan usuli qanaqa. Ishlab chiqaruvchi gidrolika zavodi ishlab chiqaradi. Yuk ko'tarish 32 tonnagacha, ya'ni S250 kategoriya. Orqasi po'staman. Mana chetida o'tkazish uchun mo'ljallangan joyi bor buni. Mana ussiliniya joyi 20 sm da ussiliniya berilgan. Katta furi deysizlarmi, gazel deysizlarmi, nima bo'lsa ko'taradi. Главное o'zini точно o'tirgan bo'lsa bo'ldi. Agar xohlasanglar qotirishga joyi ham ochib qo'yilgan. Puzzlelari bor o'zida. Kimga shunaqa chugun kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Yetarli ob'yomda olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa 80 metrimiz bor Naylichida. Kimga kerak bo'lsa telefon qilinglar. Hop, mana shu 1 metr narxi 470 ming so'm turadi. Sifatli 50-VC 50 degan marka.